Qaynonam 50 gradus issiqda qoqa betda meni hovliga chiqarib qo'yib, hovlilarni tozalatib, changlarni arttirib, kuxnyalarni polностью yudirib, burchatkalarni ko'pirtirib yudirib, ish qildiryapti deb o'ylasanglar, bekordan 5tasini aytishlar. Ojon uyda o'tiring, kechki salqinda yig'ishtirib olasiz, salqinroq bo'lsin, quyosh ketsin deganlariga qaramasdan men o'zim chiqib yig'ishtirib olman. Lekin aytganlarini qilmaganligim uchun jazoim men oldin video oxirida ko'rasizlar. Baribir qilmasam bo'lmas. Hovlimizga qarasam, hovlimizga kimdir bir qop qum to'kib ketganga o'xshaydi. Hamma yoni changga chiqadi. Kafillar ham qop-qora bo'lganiga hamma joyi ko'pirtirib yuvib, traditsiya bo'lib qolgan sevgisi xoroma qilib ketdim. Shu yonimizda qurilayotgan domni hamma direktorlariga shuncha changlar uchun samimiy tilaklarimni bildirib, juda ham ketlardan yaxshi gaplarni gapirib, changlarimni artishni davom etdim. Даже hovlimizdagi rakni ham shunchalik ham ishlatilgan edi, bechora suv bilan emas, chang bilan to'lib bo'lgan. Xullas, shunga neladek hamma joyi o'zimni qalbimga o'xshab kristalni qilib top-toza qilib yaltiratib qo'ydim. Keyin ko'pchilik burchatkalarni yuvganimda shuncha suv qayerga ketadi deb so'rashadi. Mana yaxshilab e'tibor bersanglar, qizlar mana shu bitta teshik bor. Hamma suv o'sha yoqqa ketadi. Burchatkalarni yuvib bo'lgandan keyin hamma stollarni surib qo'ygandan keyin bu qiz ish tugadi deb o'ylasam, yo'qada tugaydi. Mana shu sholkatiga bolalarning kiyimlarini yig'ishim kerak. Keyin basseynni bo'shatishim kerak. Basseynni yig'ib tashladim, chunki Umayran qo'lini kesib olgan, bassenda babi cho'milmayapti. O'shaning uchun bekorga yotmasin dedim, mana shu gilamimni ham oldimda ko'pirtirib zinamni yuvishni boshladim. O'sha bu hamma so'ragan o'sha Umid akamning penkalari. Suvlarni ham sepib bo'lganimdan keyin bir payt qizim men bilan suv separ o'ynagisi kelib qoldi. Ustimga rosa suvni sepdi deb mayli dedimda, hech narsa qilmaydi. Bu yoqqa ham yig'ilgan bir dunyo changi yuvib tushirdim. Keyin rayonga yig'lab qoldi. Ojonim qiynamasin mayli dedimda, tashqariga olib chiqib oldim o'zim oldimga. Ko'rib turgan yillarda ikkita bola bilan gilamni yuvishni boshladim. Boshida kulturniyaga o'xshab o'zimcha shotka bilan yuvdimda, keyin bor edi dedimda, pelani olib chiqib, pela bilan jaydarchasiga yuvib tashladim. Keyin shunda ko'chaga olib chiqib, ilib qo'ydim rishotkaga. Qizim ham stulchika kirib olib ketgan ekan. Bu stulchika qizimga qancha narsaga chidaydi bilasizlarmi? Ovqatlarni to'kadi, shokoladlarni suradi, ish qilib, bu ham kirib olib ketgani uchun buni ham hovliga chiqqanda foydalana ola qolay debda, hammasini yuvib tashladim. Mana endi o'sha har doimgidek maza qiladigan joyi, hamma joy top-toza bo'ldi. Ikkala qizimni ko'tardim-da, ichkariga kirib ketdim. O'zim ichkariga kirib sizlarga qayerda video olaman deb o'tirdim, bitta aks urdim, burnim qonab ketib qoldi. O'shaning uchun ko'talarni aytganini qilish kerak. Quyoshga chiqmagan dedimi, chiqmasa kerak. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.